Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmat, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Mm, Ishga tushirib oldik. 70 ta turibdi. 70 ta ventilyator ishlayapti. Motor ishlayapti. Mana shu motori ham e'tiborsiz bo'lar ekan. Bu necha soat ishlaydi, u orada o'chirish kerakmi, yo'qmi? Bunisi chiqarayotgan para. Bu ventilyator ishlab turibdi hozir. Bas turib, ani ventilyator o'chganini ham tashlab yuboraman unisini ham. Ha? Bo'pti ukam. Mana ventilyator o'chgan vaqti. Mana hozir ventilyator o'chdi. Endi ana o'zi ishlayapti. Mana para mana shu chiqayotgani mana shu. Boyaga ventilyator bilan ishlayotgan edi. Hozir ventilyator o'chdi. Hali demo xotini qo'ymadik. Bugun o'zi endi yaxshi boshladik. Alloh xolasa ertaga demo xotini ham qo'yib olamiz. Rahmat ukam. Aka hozir lekin ana aybi yo'q, hammasi yaxshi. Ishlashi ertalabgacha yana ko'ramiz. Xabar olib turaman. Rahmat ukam, sog' bo'ling, charchamang. Allohning barakasi bo'lsin.